Homiladorlikda tug'ruq oson kechishi uchun homilador nimalarga e'tibor berishi kerak? 36 haftadan keyin nimalar bilan shug'ullanish kerak? Birinchisi, ertalab vaqtli turishga harakat qiling. Chunki ertalab gormonlar yaxshi ishlaydi. Telefondan kamroq foydalaning. Toza havoda sayr qiling. Yog'li ovqatlarni ratsiondan olib tashlab, go'sht, tovuq, tuxum, baliq, shunga o'xshagan oqsilli mahsulotlarni ko'proq yeng va uglevodlarni kamaytirishga harakat qiling. 36 haftadan keyin vitamin preparatlarini to'xtatsangiz bo'ladi. Suv ichish qoidalariga rioya qiling. Relaks qilib shopping qiling. Bolangiz uchun chiroyli narsalar sotib olishga harakat qiling. Erkaklarning mehr-muhabbati ayollar uchun juda muhim bo'ladi va ularning tug'rug'ini oson o'tishiga yordam bo'ladi. Qon, siydik, mazok analizlarni o'z vaqtida topshiring. Qizlar, o'zlaringiz sog'liqlaringga e'tiborli bo'linglar. O'zlaringni yaxshi ko'ringlar. Roddomga ketishdan oldin uyini tinmasdan tozalaydiganlarga yuborib qo'ying.